Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga borib, ey Allohning rasuli, meni birodarim Zayd meni onamdan so'kdi dedilar. Onamdan haqorat qildi. Axir aybi men qilgan bo'lsam, onamda nima ayb, ey Allohning rasuli? Onamni qoraligi. Endi nima uchun onamni qoraligidan so'kadi? Zaydni chaqirtirdilar, beqa keldilar. Sen Bilolni onasidan so'kdingmi? Qora xotinni bolasi dedingmi? Yo Rasululloh, og'zimdan chiqib ketibdi. Bilmay qolman. Jahl ustida aytvorimman dedilar. Ey Zayd, sen munofiq ekansan dedilar. Sen birodaringni onasidan so'kdingmi? Ey, onasidan so'kayotganlar, birodarlar, munofiq bo'lasiz agar. Birov do'stingizni, oshnangizni, onangizni so'ksiz munofiq bo'lasiz. Mana hukm Rasulullohning hukmi. Sen onasidan so'kkan bo'lsang, sen ey Zayd munofiq ekansan dedilar. Bu gap Zayd ibn Holisaga o'limdan battar edi. Ayniqsa Rasululloh tomonidan sen munofiqsan degandan ko'ra o'lib ketgani yaxshi edi.